20 yil bepushtlik bilan qiynaladi-da. Bu oddiy diagnostikaga ham bor. Qarang, o'g'lingizda shu paytgacha hech kim siydigini topshirib ko'rsin demadi 4 oy ichida, 5 oy ichida. Ya'ni 18 yoshda uyladingiz, to'g'rimi? 3-4 oy aloqa qilyapti, lekin sperma tashqari chiqmayapti. Uje bu farzand bo'la olmaydi degani-da. Lekin bolangizda million spermatozoid bor. Ya'ni millionlab spermatozoid bor, pushti bor, faqat qovoqqa ochilyapti, tashqariga emas. Bo'shanganda tashqari chiqmayapti. Endi buni nima qilamiz, saysom degan savol tug'iladi. Birinchi farzandni eko orqali bo'ladi. Siydikka aralashgan spermatozoidni DNK fragmentatsiya deymiz, ya'ni chipiga ta'sir qiladi. Siydikda qolib ketgan spermatozoid. U orqali eko qilinmaydi butun dunyoda. Ya'ni embrion o'xshamasligi yoki embrion nogiron bo'lib qolishi degan savollar bor-da. Sperma o'lib qoladi, chipi kuyib bo'ladi. Ya'ni kislotli muhit yoki ishqoriy muhitda siydik, to'g'rimi? Endi o'g'lingizda nima qilamiz? Moyaklardan urug'ni olib muzlatib qo'yamizda, kelinni olib kelib